prostata bezini og'riqsiz, oxirgi mana shu texnologiyalar bilan Doniyorbek degan bu yerda doktorimiz bor. Bu yerda meditsina qirollari bor. Mana shular prostata bezi bilan qiynalgan bemorlarni oxirgi texnologiya bilan juda ham bir go'zal qilib shifo davolashyapti. Oldin ham bir ikkita bemorlar bilan suhbatlashdim-u, efirga unashmadi. Endi biz endi bir kamimiz endi video gapirishimiz kerakmidi deb turib, hazil-huzul qilib qochib ketishdi. Lekin men o'shamizni mana hozir to'xtatib qoldik, to'xtang endi. Sizni intervyungizni ko'rib, shulardan olgan intervyungizni ko'rdim. Bemorlarni qilgan operatsiyasini ko'rib turdim, mana Doniyorbek qilayotgandi. Hamma videolar rosa topdim. Kunligi kavlab turdim. Oxiri Doniyorbek nima aloqaga chiqib ulandim. Palonchi kuni kelavering dedi. Mana shu haftani boshida dushanba kuni keldim. Seshanba kuni kech operatsiyadan chiqdim. So'raganning aybi yo'q, bir 60 ga borib qoldingizmi? 72 yoshdaman. Maşallah. Tog'ni odamlari qaramaydimi yo o'zi haligi falagingiz shunaqami? Xudo biladi, qanaqa ekan. Yo'q, mendan bir 2 yosh katta bo'lsa kerak deb og'ayni deb o'raydim. Mana shunaqa bundan buyog'i yana yasharib ketasizlar deb tajabbat yasharib ketdim. Sizdan yoshlarmi? Dilshodbek degan nima muloqot qildim. Xo'p, azizlar, bizda bilasizlar, suhbatlarimiz jaydari bo'ladi. Unaqangi bir oldindan o'rgatib qo'yish, mana uni aytasan, mana borini aytaveradi. Kamchiligini ham ayting bilan endi. Kamchiligini nima desam bo'ladi? Bu hech men kamchilik topolmadim-da. Ana. Natija qanaqa bo'ldi? Natija zo'r. Natija zo'r. Darrov bilindi. Xudoga shukr. Mana shu chiqqandan keyin bir kun reanimatsiyada shu yerda yotdim. Bu yoqqa ham kirganim yo'q. Mana shu xonamni o'zida shu yerga kelib, shu yerdan chiqib ketaman, xudo xohlasa. Mana shu apparaturani olib kelishibdimi? O'rta Osiyoda yagona ekan. Shunga qiziqib, bu O'zbekiston har qayerdan kelyapti, Qirg'izistondan kelyapmiz. Nari palatada tojikistonliklar ham yotibdi. Tojikistonlikni ko'rmadimi? Bordir. Samarqand, bu Jizzax, bu Qashqadaryo, mana ko'p odamlar kelgandan beri gaplashdim. Shunaqangi tadbirkor, ilohim kam bo'lishmasin mana shu bolalarni rivojlantirishda hissa qo'shayotgan. Juda ham bu mana shu vatandoshlarimiz shu prostata bezi bilan og'riganlarga men tavsiya qilaman. Shu yerga kelsin, bir 2 kun, 3 kun ichida hech narsani ko'rmaganday bo'lib, yaxshi bo'lib ketadi. Aytganingiz. Ham jindan nimasi bo'ladi hamma narsani ham. Sabr toqat qilish kerak. Aka, siz qayerdansiz? Men To'raqo'rg'on rayonidanman. O'zimizdan. YouTube'dan ko'rib, men ham ancha yillardan men qiynalaman-da, uzoq yillardan beri. Xudo xolisa ertaga qiynalish to'xtaydi. Ertaga xudo xolisa to'xtaydi endi. Bu akamiz endi ertaga xudo xolisa muolaja qilasizlar, Hasanxon aka. Alloh komil shifo bersin. Qo'llari yengil doktorlarimiz ko'payishaversin. Hech kim kasal bo'lmasin, ha. Mana u shifokorlarimizni ko'p maqtaymiz. Haqiqatda qo'llari juda ham bir yengil, mohir, o'z kasbini bir mutaxassislar ekan. Lekin shifokorni mingta maqtaganingiz bilan uni ishini natijasini kim qilib ko'rsatadi? Bemorlar. Tuzalgan bemorlar ko'rsatib beradi. Bemorlikda kelganlar ham bu tuzalganni ko'rib turib, keyin undan motivatsiya olib, yana o'ziga nima qiladi? Dadillik his qiladi. Ya'ni ixlos, ishonch yarim shifoda. Bemorda ixlos bilan ishonch bo'lsa, shifokorga oson bo'ladi. To'g'rimi aka? To'g'ri. Shuning uchun biz sizlar bilan bir gaplashib, oldin faoliyatini ko'rsatdik odamlarga. Odamlarda hech qanaqangi bir salbiy fikr bo'lgani yo'q. Mana alhamdulillah siz ham mana shu videoni ko'rib kelib, albatta davolanibsiz. Endi biz natijani ko'rsatish uchun keldik. Shuning uchun nima bo'lgandi, shuni boshdan erinmasdan gapirib bersangiz. Chunki turishingiz dadil, yo endi operatsiyaga kirasizmi? Yo'q, men kirib chiqib shifo topib o'tiribman, xudoga shukr. Mana endi boshlaymiz. Chunki hurmatli mana YouTube ko'ruvchilar. Men bu bir oy burun ko'rdim YouTube'da. Shu ko'rganimdan beri mana shu bolalar bilan aloqaga chiqish ham olmas qiyroq bo'ldi. Oxiri majbur topib bayland bu bolalar bilan mana haligi bemorlarni ko'rib, ularni gapiga ixlos qilib, mana shu bolalarni, shu doktorlarni qilayotgan ishlarini ko'rib, shu yerga keldim. Kelib mana xudo xolasa men 3 kun bo'ldi men operatsiyadan chiqqanimga.
ertaga xudo xolasa uyimda bo'laman. Operatsiyada qiynab qo'yishmadimi? Operatsiya juda ham bir mana siz bilan men gaplashganday gaplashib turdim. Operatsiya ham deb bo'lmaydi deng. Operatsiya qilyaptimi yo'q. Siz bilan ben shunday gaplashib turganday bo'laverasiz ekan. Og'rig'i yo'q. Hech qanday og'rig'i yo'q. Bu avvalo mana shu odamda haligi shifokorga bo'lgan ishonch bo'lishi kerak ekan. Albatta. Ularni mehri, ularni gap yel odam davolab qo'yar ekan. Mashallah. Bu bolalarim men hayron qoldim. Bu hamshiralar, vrachlar ertaman keladi salom alik. Koridorda yuramiz salom alik. Qalaysiz? Bu odamni bu Shirin muomalani o'zi tuzatib qo'yadi. muomalani o'zi tuzatib qo'yyapti. Mashallah. Qalaysiz aka, Hoji aka qalaysiz? Hojatda bu hammasi bir shirin so'z ekan. Sir bo'lmasa qayerdan keldingiz? Men Qirg'izistondan keldim. Qo'shnimiz deng. O'sh viloyatining Noqot rayonidan. Ha, qarang. Shu aytdim-ku, men shu prostata bezim bilan shu 4 yil, 5 yil bo'lib qoldi. Meniki shu yo'da 1 yilda 1 marta, 2 marta tutilib qolardi. Tutilib qolib, kateter qo'yib, davolanib yurardim. Shu endi oxiri haligi nimada ko'rib, mana YouTube'da ko'rib, majbur shularni oqtarib, shularni ketidan tushdim. Bismillah deb yo'lga chiqdingiz. Xudodan tilab, bular bilan shu aloqaga chiqdim. Keldim. Hamma mojalar, analizlar topshirdik. Ikkinchi kuni meni operatsiya stoliga yotqizishdi. Mana shu doktor bolalar hammasi qator turdi. Men bilan muloqotda bo'lib turishdi. Nimani o'zi Doniyorbekni o'zi qildi. Ularga master klass o'tayotgan ekan deysan. Hamma bolalar bu 6 dan 7 ta bolalar turibdi. Bu master klassi sizda sinab ko'rishgani uchun pul ham to'lash kerak sizga o'zi. Sizga berish kerak bular deyman. Xudo mana shu mehrini berib qildimi? Ashi menga kifoya. Prostata bezi adenomasidan 10 yildan beri azoblanib keldim deyishyapti. Mana Andijondan Madamin akamiz hozirda Milab operatsiyasi, ya'ni prostata bezi adenomasidan bir kunda qutulish uchun mana kelishgan. Madaminjon aka, sizda qanaqa qiyinchiliklar bo'lyapti hozir mana operatsiyadan oldin? Hozirgi vaqtda siyishga qiynalib, ozgina og'riq bo'lyapti. Shu qiynalganim uchun keldim bu yerga operatsiya qildirgan. 20-yili birdaniga siyama qolganman. Ha, undan oldinchi? Undan oldin ozgina og'rib yurardi. Quvg'im. Napor qanaqa bo'lgan? Pasaygan edi. Doktorlarimiz, andijonlik doktorlarimiz shu Doniyorbekni tavsiya qilishdi. Kelib turibmiz mana endi bugun Doniyorbekni oldiga. Ha, mana YouTube'da mana videolarni ko'rdingiz. Qo'rqinchli emas, xudo xohlasa. Reis ko'rdingiz-ku. Hozir shu video davomiga operatsiya jarayonini ham ko'ramiz. Qo'yamiz, o'zingiz bir ko'rasiz, xudo xohlasa. Ko'pchilik narxi nech pul ekan, operatsiya nech pul deb so'rashadi. Sizlarga yangiliklarni berib borishimiz uchun bu yerdagi obuna tugmasini bosib, agar bu videolar sizlarga yoqayotgan bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Boshqa operatsiya jarayonlarini ko'rish uchun shu kanalning ichiga kirib, mana videolar bo'limiga o'tib, bu yerda boshqa operatsiya bo'lgan odamlarning videosini ham ko'rishinglar mumkin inshaalloh. Mana yo'l to'sib turibdi, ko'ryapsizmi? Yo'l mana to'sib turibdi. Hoji aka ko'rinyaptimi o'ziga? Ha, ko'rindi. Yo'lbek ko'ryapsizmi? Qo'lni ko'ryapsizmi? Mana yo'l to'liq to'sib tashlagan. Toshlar to'planavergan quvurqa. Instrumentdan e'tiborni yo'qlash. Shunday darajada. Og'riq bo'lmayaptimi? Yo'q, Hammasi zo'rmi? hammasi yaxshi. Juda yaxshi. Bittadan ham ichkariga o'tib ketadi, prostatani u yog'iga ham o'tib ketadi. Bu точно onkologiya. Mana bu onkologiya emas. Bu kasallikni vaqtida tekshirmasdan ko'p olib yuradigan bo'lsa, onkologik kasalliklarga aylanish ehtimoli ko'p bo'ladi-da. Bizda yoshi katta odamlar endi shunaqa bo'lsa kerak o'zi deb o'ylaydi, lekin aslida buni operatsiya qilib to'g'irlab qo'ysa yoki dori-darmon bilan to'g'irlab qo'ysa, bunaqangi qiyinchiliklar bo'lmasligi kerak. Ham yana onkologiyaga o'tib ketishni oldini olishimiz kerak-da. Uning uchun o'zining analizlari bor.
O'sha analizlarni vaqtida topshirib, ya'ni urolog ko'rigidan o'tib turish kerak. Shunda yoki dori-darmonni o'zi bilan tuzaladi. Yoki mana bunaqangi yengil lazer bilan operatsiya qilib qo'ysa ham ertasiga ketaveradi. Kasalliklari qaytib bezovta qilmaydi. Ko'pchilik narxi nech pul ekan, operatsiya nech pul deb so'rashadi. Sizlarga yangiliklarni berib borishimiz uchun bu yerdagi obuna tugmasini bosib, agar bu videolar sizlarga yoqayotgan bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Boshqa operatsiya jarayonlarini ko'rish uchun shu kanalning ichiga kirib, mana videolar bo'limiga o'tib, bu yerda boshqa operatsiya bo'lgan odamlarning videosini ham ko'rishinglar mumkin inshaalloh.